Umaqsi arkadaşlar, bugünkü hikayemiz yalğan sözünün tarqılışı. Ötken zamanda Haşim Axun degan bir kishi o'tgan ekan. U bir kuni atiganda masjidga chiqib ketib, taladan yo'talganicha kiribdi-da, ig'ir tortibdi. Nima ish bo'ldi? Tazimi yo'tilib uhlab ketdi-ku? deb so'rabdi ayoli. Hech qisi yo'q, debdi Haşim Axun. Ich qarnim yo'rib xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Nima bo'lgan-tila? deb so'rabdi ajablangan ayoli. Kishiga nimagin? debdi Haşim Axun ayoliga sirliq qarab. Yo'lda ketib o'tib, qattiq yo'talgandim. Yo'tal bilan tang ichimdan bir qog'i uchib ketdi. Shuning bilan o'zim bir qisma bo'lib qoldim. Voy, amsa to'p chaqirib kelay, ko'rsatib boqayli, debdi ayoli. Qog'i bilan billa ichimdagi dardmi chiqib ketdi. Xudoga shukri, deb qo'yib o'z ishiga ketibdi Haşim Axun. U bu gapni ayolidan boshqa hech kimga demay, ayol orqali mahallaga tarqalib, qanchalik darajaga yetadiganligini sinab boqmoqchi bo'ldi. U tushda tamoqqa uyga kelayotganda yo'lda yuqorqi mahallada bir odamning ichidan 15 qog'i chiqibdimish. Yo'q, 30 qog'i ekan, degan paranglar qulqiga kiribdi. U miyiqida kulib qo'yib, yo'lga mingayveribdi. Uyga yaqin kelganda do'qmishda bir to'p kishi turg'unni ko'ribdi. Hadisi kepti deb angladik, debdi mahallaning imomi. Ichlaridan 80 qog'i chiqibdimish-ku. Biz o'zlarini yo'qlab mang'idik. Har qaysilarining ko'ngillariga rahmat, debdi Haşim Axun. Unda qish bo'lgan jamoat hang-tanglikda qaytib ketibdi. U uyga kirishi bilan ayoli: "Sizlar menga yolg'on aytiblar", deb xafa bo'pti. Ishlaridan 90 qog'i chiqibdi-ku, menga birni degan-tila. Haşim Axun o'zini tamkin tutib, "Undaq bo'lsa, deganki birini qo'shib 100 qog'i chiqdi deb bersang bo'lmadimi?" debdi-da, qaqaqlab kulib ketibdi. Yalg'on so'z birdamdala ana shundoq bo'ldaqmi o'rlab tiz tarqalgan ekan. Uyg'ur xalq cho'chaklari